Chetga chiqqanimda har doim dengizni borib ko'rishga harakat qilaman. Chunki dengizga eng yomon negativ energiyalarimni tashlab, o'zim yengil bo'lib qaytaman. Har doim ham chetga chiqish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun Toshkentda dengizni chanqog'ini bosadigan surfing sport turini topib oldim, qizlarjoylar. Bu suv ustida sayohat. Bir marta borasiz, yoqib qoladi. Ikkinchi, uchinchi marta borganingizni bilmay qolasiz. Sizlar sabta o'rganadigan narsalar eng glavnisi bu muvozanatni saqlash. Turishni o'rganasiz, o'tirishni o'rganasiz, iloji boricha yiqilmaslikka harakat qilish kerak. Agar cho'milmoqchi bo'lsangiz, bemalol yiqilib olsangiz ham bo'ladi. Chunki juda ham mazza qilasiz, ham cho'milasiz, ham o'zingizni shunaqa shiringina sabringiz bo'ladi. Albatta oldingizda ishonchli trener Maksim aka bo'ladilar. Ular sizlarga uchishni o'rgatadilar. Ishoning 5 minutda o'rganib olasiz. Agar o'rtoqlaringiz bilan 3-4 ta bo'lib borsanglar, voy shunaqa yayraysizlar, mazza qilasizlar. Ham fotosessiyalar qilasizlar, ham birga mazza qilib sport bilan shug'ullanasizlar. Qizlar, sizlar menga hozir obuna bo'linglar, chunki keyingi hafta qayerga borishimni o'zim ishoninglar intizorlik bilan kutyapman. Va sizlarga ham shu haftaning oxirida video montajlari tayyor bo'ladi. O'zim boraman. Voy, qanaqa emotsiyali joyga borishimni ko'rasizlar. Prям osmonda uchish haqida.